Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Uzunko'chada bugun ishimizni yakunladik. Bu ob'yomimiz общий kvadrati 187 kvadratga topshiryapmiz. Oqqa mokri qilib, pianino fasonda qilib berganmiz. 64 metr ta'minlovlari bilan kosmoslarni ham o'rnatib berdik. Ko'rib baho berasizlar. Arzisa bittadan like tugmachasini bosib qo'yamiz. Obuna bo'lishni unutmaysiz. Shapkamiz uzunligi 32 metr. 32 metr ta'minot bestik holatda qilingan. Past joyimiz общий anaqasi 4 metr. Yuvagan ta'minlovlari bilan o'rnatib berganmiz. Bu yog'i 8 ta 4 ta chig'anog'i bilan ketgan. Do'stim, nima deyapsiz? 90 santimetrdan chiqqan. Groblari, doroza tepalarigacha o'rab berganmiz. Dorozaxonamiz ham pianino holatda bo'lgan. Bitta kosmoslarimiz nima deyapti? O'tib turasizlar. Ichki shapkalarimiz, burchaklariga ham e'tibor berasizlar. Ichki shapkamiz ta'minlovlari ham bestik holatda, bitta burchagimiz ostik bo'lgan. Hayvonimizni groblarigacha o'rab berganmiz. Karnizlariga tilladan lentalar qo'yib berdik. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimiz bor. Qoldirib qo'yamiz. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, professional ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.